Avvalambor assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz ko'pxonali sonlarni raqamlash. Bu mavzuni men sizlarga bugun o'yin tarzida o'tishni o'rgataman. Avvalambor biz bilib olishimiz kerak nimani? Aynan nega ko'pxonali sonlar bizlarning hayotimizda muhimligini. Bu birinchi navbatda har xil sohada kerak bo'ladi. Aynan hayotimizdan olib qaraydigan bo'lsak, pul sanash, vaqtlarni belgilash, masofani o'lchash. Pul sanashga oddiy qilib oladigan bo'lsak, do'konga kirganimizda pulni miqdorini bilishimiz kerak bo'ladi. Vaqtlarni belgilash bu to'lov sanalari, bayramlarni bilishimiz, masofalarni o'lchash bu biz turgan joyimizdan qancha uzoqlikdagi turgan narsani masofada, aynan metr yoki santimetrda o'lchashimiz uchun kerak bo'ladi. Ko'pxonali sonlarni bolalarga o'rgatishimiz, aynan ularning xonalarini o'rgatishimizda biz yana bir metoddan foydalanamiz. Bular sonlar uyini quramiz metodi hisoblanadi. Bunda biz sonlarga uylar quramiz va qandaydir sonlar, masalan 75. Buni xonasi necha xonalik? Aynan 2 xonalik, birlar va o'nlar xonasidan iborat bo'ladi. Aynan aytib o'tgan metodimizda ko'rgazmali shaklda shunday holatda bo'ladi. Aynan 555 soni 3 xonali son bo'lganligi uchun buni yuzlar xonasiga qo'yamiz, chunki bunda 3 ta 100 soni bor. Ko'pxonali sonlarni raqamlashda yana bir metodimiz bor. Bu raqamlar paradi hisoblanadi. Bu o'yin orqali bolalar raqamlarning har bir xonadagi o'rnini, birlik, o'nlik, yuzlik yoki minglik ekanligini tushunib oladi. Mana bu metodimizning ko'rgazmali shakli hisoblanadi. Aynan biror son olamiz. Masalan, 234. Bunga 2 ni bu xonaga, 3 ni bu xonaga, 4 ni bu xonaga aynan negaligini bolaga tushuntiramiz. Chunki 234 sonida 4 birlik, 3 o'nlik aynan 30 bo'lganligi uchun, 2 esa 200 deb o'qilganligi uchun, 2 ta 100 soni borligi uchun yuzlik xonasiga qo'yamiz. Ko'pxonali sonlar o'rgatishda yana bir metodimiz bu do'kon metodi hisoblanadi. Bunda aynan bolalar o'zi ishtirok etadi. Ya'ni qanday? Bunda bir bola xaridor, yana biri sotuvchi hisoblanadi. Ularga soxta kupyuralar shaklida qo'lga pullar beriladi va yoniga turli xil narsalar qo'yiladi. Bunda bola aynan sotuv oldi-berdisini o'rganadi va bolalar sonlarni sanashni ham o'rganadi va katta sonlar, ya'ni aynan ko'pxonali sonlar, masalan, bola biror narsa sotib olyapti. Uni tan narxi 20 ming so'm deb olsak, bola 100 mingtalik kupyurada valyutada pul bersa, uni qaytarish uchun aynan 80 ming so'm qaytarish kerak bo'ladi. Bunda bola 50 ming va 20 ming va bitta 10 mingtalik so'mlarni olib, bola narigi xaridor bolaga qaytaradi. Bunda bola ham o'zi savdo qilishni o'rganadi. Shu bilan bugungi video darsim tamom bo'ldi. Ustoz, sizga rahmat.